Salom qadrli tomoshabinlarim. Bugun juda muhim va dolzarb mavzu haqida so'z yuritmoqchimiz. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz, yaqinlaringiz orasida nafaqaxo'rlar bo'lsa yoki umuman kelajakda nafaqa olishni reja qilayotgan bo'lsangiz, bu video aynan siz uchun. Chunki 20 oydan boshlab nafaqa tizimida shunday o'zgarishlar kuchga kirdiki, ular sizning moddiy ahvolingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Bu ma'lumotlarni bilish har bir nafaqaxo'r uchun shunchaki tavsiya emas, balki zaruratdir. Videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki har bir daqiqasi siz uchun oltindan qimmat bo'lishi mumkin. Hozirdayoq kanalimizga obuna bo'ling. Videoga like bosing va do'stlaringizga ham ulashing. Toki hech kim bu muhim yangiliklardan bexabar qolmasin. Muammoning mohiyati avval qanday edi va endi nimalar o'zgardi? Azizlar, avvalambor eski tizim qanday ishlaganini qisqacha eslab o'taylik. An'anaviy tarzda nafaqalar miqdori asosan sizning ish tajringizga va ishlagan yillaringizdagi o'rtacha ish haqingizga bog'liq bo'lardi. Ko'p hollarda nafaqa hisoblash jarayoni bir muncha murakkab edi. Fuqarolar o'zlarining ish haqlariga doir ma'lumotlarni yig'ish, ularni tasdiqlash uchun ko'plab hujjatlarni taqdim etishlari shart edi. Ba'zida esa ayniqsa uzoq o'tmishdagi ish joylaridan ma'lumot olish qiyinchilik tug'dirardi. Natijada ko'plab nafaqaxo'rlar, ayniqsa yosh kattalar, nafaqalarning to'g'ri hisoblanganligiga shubha bilan qarashlari yoki uning miqdorini aniq tushunmasliklari mumkin edi. Yoki bo'lmasa har safar nafaqa ko'payganda bu qanday mexanizm asosida sodir bo'lganini tushunish qiyin edi. Ko'pincha bu umumiy indeksatsiya bo'lib, hamma uchun bir xil foizda oshirilar edi. Lekin har bir shaxsning individual ish staji va ish haqini qayta ko'rib chiqish mexanizmi murakkab va vaqt talab qiladigan jarayon edi. Endi esa vaziyat tubdan o'zgarmoqda. 20 oydan boshlab joriy etilayotgan yangi tizimning asosiy maqsadi nafaqa hisoblash jarayonini yanada shaffof, adolatli va har bir nafaqaxo'r uchun tushunarli qilishdan iborat. Eng muhim o'zgarishlardan biri shundaki, nafaqa ta'minotiga oid yangi qonunchilikka ko'ra, endilikda nafaqalar miqdori faqatgina ish staji va ish haqi emas, balki bir qator yangi ko'rsatkichlarni ham hisobga olgan holda qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu esa ko'plab nafaqaxo'rlar uchun nafaqa miqdorining sezilarli darajada oshishiga olib kelishi kutilmoqda. Shuningdek, ma'lum toifadagi fuqarolar uchun minimal nafaqa miqdorlari ham qayta ko'rib chiqilishi yoki ularga qo'shimcha imtiyozlar joriy etilishi mumkin. Bu yangilik ayniqsa uzoq yillar davomida vijdonan mehnat qilgan, ammo turli sabablarga ko'ra kamroq nafaqa olib kelgan fuqarolar uchun juda katta yordam bo'lishi kerak. Hukumat bu o'zgarishlar orqali nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini kuchaytirishni va ularning turmush darajasini oshirishni maqsad qilgan. Asosiy qism nimalarni bilish kerak, kim xavotirlanishi kerak va kim xavotirlanishi shart emas. Keling, endi bu o'zgarishlarni batafsil ko'rib chiqamiz va kimga qanday ta'sir qilishini aniq misollar orqali tushuntirib beraman. 1. Uzoq yillik ish stajiga ega bo'lganlar uchun. Avvalgi tizimda agar siz uzoq yillar davomida ishlagan bo'lsangiz ham nafaqangizni hisoblashda faqat ma'lum bir davrdagi eng yuqori ish haqingiz inobatga olinardi. Masalan, 35-40 yil ishlagan bo'lsangiz ham ba'zida faqat 5 yilning ish haq ko'rsatkichlari asos qilib olinardi. Yangi qoidalar esa bu jarayonni ancha adolatli qiladi. Endilikda sizning umumiy ish stajingizning har bir yili yanada aniqroq hisobga olinishi mumkin. Bu degani, qancha ko'p ishlagan bo'lsangiz, nafaqangizning asosiy qismi shunchalik baland bo'lishi ehtimoli bor. Misol Oysha bu 72 yosh. U kishi 5 yil paxtachilik sohasida ishlagan. Eski tizimda uning nafaqasi 1.200.000 so'm atrofida edi. Chunki u kolxozda ishlagan davrdagi ish haqi ko'rsatkichlarini to'liq tasdiqlovchi hujjatlarni yig'ishga qiynalgan. Shu sababli uning nafaqasi hisoblashda ma'lum bir minimal ko'rsatkichlardan kelib chiqilgan. Yangi qoidalar joriy etilgandan so'ng Oysha buvining ish staji bo'yicha ma'lumotlar avtomatik tarzda elektron bazalar orqali aniqlanib, qayta ko'rib chiqildi. Endilikda uning nafaqasi 1.600.000 so'mga oshdi. Bu jami 7.000 so'mga yaqin qo'shimcha mablag' degani. Bu o'zgarish Oysha buvining turmush sharoitini sezilarli darajada yaxshilaydi. Chunki endi u dorilarga, oziq-ovqatga ko'proq pul sarflash imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu qanday sodir bo'ldi? Eski tizimda ma'lumotlar qog'oz shaklida saqlangani uchun uni qayta tiklash qiyin edi. Hozir esa elektron ma'lumotlar bazalari, arxivlardagi raqamlashtirilgan hujjatlar orqali uning butun ish staji aniq tasdiqlandi va nafaqasi qayta hisoblandi.
2 yaqinda nafaqaga chiqqanlar va yangi nafaqaxo'rlar uchun. Agar siz yaqinda nafaqaga chiqqan bo'lsangiz yoki tez orada chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz, bu o'zgarishlar sizga ham tegishli. Yangi qoidalar nafaqa hisoblash formulasiga o'zgartirishlar kiritishi mumkin. Bu esa sizning nafaqangizning dastlabki miqdorini oshirish ehtimoli bor. Ayniqsa, yuqori maosh olgan davrlaringiz yanada samaraliroq hisobga olinishi mumkin. Misol 2 Shuhrat aka 6 yosh. U yaqinda aprel oyida nafaqaga chiqqan. So'nggi 10 yil davomida u yirik korxonada yuqori lavozimda ishlagan va yaxshi maosh olgan. Eski hisoblash tizimi bo'yicha uning nafaqasi 2 million 100 ming so'm deb belgilangan edi. Biroq 20 oydan kuchga kirgan yangi tartibga ko'ra nafaqa hisoblashda eng yuqori ish haqi ko'rsatkichlari yanada yuqori koeffitsiyentlar bilan inobatga olina boshladi. Natijada Shuhrat akaning nafaqasi avtomatik ravishda qayta ko'rib chiqilib 2 million 1 ming so'mga oshirildi. Ya'ni u qo'shimcha 300 ming so'm ola boshladi. Bu o'zgarish unga masalan nevaralar uchun yangi planshet sotib olishga yoki o'zi uchun kichik sayohat uyushtirishga imkon beradi. Buning sababi shundaki, yangi tizimda nafaqa hisoblashda nafaqaga chiqishdan oldingi so'nggi yillardagi inflyatsiya darajasi va o'rtacha ish haqi o'sishi yanada to'liqroq hisobga olinmoqda. Bu esa pensiya miqdorini real hayotdagi xarajatlarga moslashtirishga yordam beradi. O'tin ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun bu toifa uchun ham muhim yangiliklar bor. Ba'zi mamlakatlarda ishlayotgan nafaqaxo'rlar nafaqalarining ma'lum bir qismini olmaydilar yoki ularning ish haqi nafaqalariga ta'sir qiladi. Bizda esa bu tizim yanada soddalashtirilgan. Yangi qoidalarga ko'ra ishlayotgan nafaqaxo'rlar uchun hech qanday cheklovlar qo'yilmasligi va ular ham nafaqalarni ham ish haqlarini to'liq olishlari mumkin bo'lgan holatlar mustahkamlanishi kutilmoqda. Yoki bo'lmasa, ilgari mavjud bo'lgan ayrim cheklovlar bekor qilinishi mumkin. Misol 3. Dilfuza opa 65 yosh. U maktabda to'garak rahbari bo'lib ishlashda davom etadi. Uning nafaqasi 1 million 300 ming so'm, oyligi esa 1 million 500 ming so'm edi. Eski qoidalarga ko'ra, agar ishlayotgan nafaqaxo'rning umumiy daromadi ma'lum bir chegaradan oshsa, nafaqasining bir qismi ushlab qolinishi mumkin edi. Bu har doim ham shunday bo'lmagan. Lekin bunday holatlar uchragan yoki muhokama qilingan. Yangi qoidalar joriy etilgach, Dilfuza opaning nafaqasi ham umumiy indeksatsiya hisobiga 1 million 120 ming so'mga oshdi va ish haqi bilan birgalikda hech qanday cheklovlarsiz to'liq to'lanadigan bo'ldi. Bu Dilfuza opaga o'z xohishiga ko'ra ishlashni davom ettirishga va qo'shimcha daromad olishga to'la imkoniyat yaratadi. Uning mehnati qadrlanadi. Bu o'zgarish nafaqaxo'rlarni faol hayot tarzini olib borishga va jamiyatga o'z hissalarini qo'shishga rag'batlantiradi. Chunki ular endi o'z daromadlari uchun xavotirlanishmaydi. Dard, nogironlik va bo'g'ichisini yo'qotganlik nafaqalari. Bu turdagi nafaqalar oluvchilar uchun ham maxsus qoidalar joriy etilishi mumkin. Masalan, minimal nafaqa miqdorlari oshirilishi yoki bu nafaqalarni olish shartlari soddalashtirilishi. Misol 4 Farhojon 25 yosh. U tug'ma nogironligi tufayli birinchi guruh nogironlik nafaqasini oladi. Eski qoidalar bo'yicha uning nafaqasi 1 million 7 ming so'm edi. Ya'ni qonunchilikka ko'ra nogironlik nafaqalarining minimal miqdori sezilarli darajada oshirildi. Va endilikda Farhodjonning nafaqasi 1 million 800 ming so'mga yetdi. Bu uning uchun 700 ming so'm qo'shimcha mablag' degani. Bu mablag' unga kundalik ehtiyojlarni qondirish, sog'lig'ini yaxshilash uchun muolajalarga borish yoki hatto o'zining sevimli mashg'uloti uchun xarajat qilish imkoniyatini beradi. Bu o'zgarish jamiyatning zaif qatlamlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan muhim qadam bo'lib, ularning turmush sifatini oshirishga xizmat qiladi. Kim xavotirlanishi shart emas. Agar sizning nafaqangiz allaqachon maksimal miqdorga yetgan bo'lsa, bunday holatda nafaqangiz oshmasligi mumkin, lekin u kamaymaydi ham. Sizning nafaqangiz miqdori barqaror saqlanib qoladi. Agar siz nafaqa olish huquqiga ega bo'lmasangiz va hujjatlaringizda jiddiy kamchiliklar bo'lsa, bunday holatda avvalambor hujjatlaringizni tartibga solishingiz talab etiladi. Kim xavotirlanishi kerak? Ya'ni aktiv bo'lish kerak. Agar sizning ish stajingizda uzilishlar bo'lgan bo'lsa yoki ish joylaringizdan ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlarni to'liq taqdim eta olmagan bo'lsangiz, yangi qoidalar bu holatlarda ham sizga yordam berishi mumkin. Ammo buning uchun siz nafaqa jamg'armasiga murojaat qilishingiz kerak bo'lishi mumkin. Agar siz boshqa turdagi nafaqalar, masalan, imtiyozli nafaqa oluvchi bo'lsangiz
Yangi qoidalar sizning holatingizga qanday ta'sir qilishini aniqlab olishingiz zarur. Agar siz ilgari nafaqa jamg'armasiga murojaat qilishda qiyinchiliklarga duch kelgan bo'lsangiz, yangi soddalashtirilgan tartiblar va elektron xizmatlar siz uchun qulaylik yaratishi mumkin. Asosiy qism 2 qoidalardagi istisnolar, qaltis jihatlar va noaniq nuanslar. Har qanday qonunchilikda bo'lgani kabi, nafaqa tizimidagi bu o'zgarishlarda ham o'ziga xos istisnolar, e'tibor berish lozim bo'lgan jihatlar va noaniq holatlar mavjud. Ularni bilish sizni kutilmagan vaziyatlardan himoya qiladi. 1. Istisnolar va maxsus toifalar. Maksimal nafaqa chegarasi. Hamma nafaqalar ham cheksiz oshavermaydi. Har bir mamlakatda nafaqa hisoblashda belgilangan maksimal miqdorlar mavjud. Agar sizning hisoblangan nafaqangiz allaqachon bu chegaraga yetgan bo'lsa, yangi qoidalar tufayli uning miqdori oshmasligi mumkin. Biroq bu holatda ham nafaqangiz kamaymaydi, balki barqaror saqlanib qoladi. Kam ish stajiga ega bo'lganlar. Agar siz minimal ish stajiga ham ega bo'lmasangiz, ya'ni umuman ishlamagan yoki juda oz ishlagan bo'lsangiz, yangi qoidalar sizga darhol sezilarli o'zgarish olib kelmasligi mumkin. Bunday holatlarda ijtimoiy nafaqalar tizimi doirasida qo'llab-quvvatlash choralarini o'rganishingiz tavsiya etiladi. Xorijda ishlagan fuqarolar. Agar sizning ish stajingizning bir qismi xorijiy davlatlarda shakllangan bo'lsa, bu stajni tasdiqlash uchun xalqaro shartnomalar va kelishuvlarga muvofiq harakat qilish lozim. Yangi qoidalar bu jarayonni soddalashtirishi mumkin. Ammo baribir qo'shimcha hujjatlar talab etilishi ehtimoli bor. 2. Qaltis jihatlar va ehtiyot qoralari, firibgarlik harakatlari. Har qanday yangiliklar joriy etilganda firibgarlar ham faollashadi. Sizga telefon orqali qo'ng'iroq qilib, nafaqangizni qayta hisoblash uchun bank kartangiz ma'lumotlarini yoki parolingizni ayting kabi so'rovlar bilan chiqishlari mumkin. Hech qachon shaxsiy ma'lumotlaringizni, ayniqsa bank kartangiz PIN kodini, CVV kodini yoki parollarni telefon orqali begona shaxslarga bermang. Nafaqa jamg'armasi xodimlari bunday ma'lumotlarni hech qachon so'ramaydi. Shubhali qo'ng'iroq yoki xabarlar bo'lsa, darhol huquqni muhofaza qiluvchi organlarga yoki nafaqa jamg'armasining ishonch telefoniga xabar bering. Noto'g'ri ma'lumotlar internetda, ijtimoiy tarmoqlarda noto'g'ri yoki buzib ko'rsatilgan ma'lumotlar tarqalishi mumkin. Ishonchli axborot manbalaridan, nafaqa jamg'armasining rasmiy veb-sayti, davlat idoralarining rasmiy xabarlari, ishonchli ommaviy axborot vositalari foydalaning. Do'stlaringiz yoki qo'shnilaringizdan eshitilgan ishonchli ma'lumotlarga ham ko'rona ishonmang, rasmiy manbalardan tekshiring. Hujjatlardagi kamchiliklar, agar sizning mehnat daftarchangizda xatolar, o'chirilgan yozuvlar yoki yozuvlar to'liqsiz bo'lsa, bu nafaqangizni qayta hisoblashda muammolarni keltirib chiqarishi mumkin. Bunday holatlarda avvalo ushbu kamchiliklarni bartaraf etish uchun choralar ko'rish lozim. Noaniq nuanslar. Individual hisoblash. Yangi qoidalar shaxsiy xususiyatlarni ko'proq hisobga oladi. Agar sizda noodatiy ish staji, masalan, tadbirkorlik faoliyati, ijodiy ish, xorijiy kompaniyalarda ishlagan davr bo'lsa, bu holatlar endilikda yanada aniqroq baholanishi mumkin. Bu haqda nafaqa jamg'armasi mutaxassislari bilan maslahatlashing. Yangi indeksatsiya mexanizmi, nafaqa miqdorlari endilikda faqatgina inflyatsiya darajasiga bog'liq bo'lmasdan, balki o'rtacha ish haq o'sishi, iqtisodiy rivojlanish kabi boshqa makroiqtisodiy ko'rsatkichlarni ham hisobga olgan holda indeksatsiyalanishi mumkin. Bu esa nafaqalarning real xarid qobiliyatini saqlashga yordam beradi. Elektron xizmatlarning rivojlanishi. Nafaqa tizimini raqamlashtirish bo'yicha ishlar faol davom etmoqda. Kelajakda nafaqa olish va unga oid ma'lumotlarni olish jarayonlari to'liq elektron shaklga o'tishi mumkin. Hozirda ham Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali IDXP orqali ko'plab xizmatlardan foydalanish mumkin. Praktik tavsiyalar, tomoshabin nima qilishi kerakligi haqida aniq qadamlar. Endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Bu o'zgarishlardan maksimal darajada foydalanish va hech narsani bo'y bermaslik uchun quyidagi aniq qadamlarni bajaring. 1. Nafaqangiz holatini tekshirish. Avvalo, 20 oydan keyingi nafaqa to'lovlarida qanday o'zgarishlar bo'lganini bilib oling. Siz nafaqangizning holatini Yagona interaktiv davlat xizmatlari portali My.Tonkokufuz orqali elektron tarzda tekshirishingiz mumkin. Bu portalda ro'yxatdan o'tib, o'zingizning shaxsiy kabinetingiz orqali nafaqa hisoblanishi, to'lanishi va miqdori haqidagi ma'lumotlarni ko'rishingiz mumkin. Bank orqali nafaqa oladiganlar uchun.
har oy olinadigan SMS xabarlarini yoki bank ilovalarini tekshiring. Ba'zi banklar nafaqa miqdoridagi o'zgarishlar haqida avtomatik ravishda xabar beradi. Pochta orqali nafaqa oladiganlar pochta xabarnomalarini diqqat bilan o'rganing. 2. Nafaqa jamg'armasiga murojaat qilish. Agar sizda savollar tug'ilsa yoki nafaqangizning qayta hisoblanmaydan shubhalansangiz, tuman, shahar nafaqa jamg'armasi bo'limiga shaxsan murojaat qiling. Qayerga borish kerak? Sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga. Masalan, Toshkent shahrida yashasangiz, Shayxontohur tumani pensiya jamg'armasi bo'limi, Mirzo Ulug'bek tumani pensiya jamg'armasi bo'limi kabi. Barcha tumanlarda ushbu bo'limlar mavjud. Ish vaqti odatda, ish kunlari soat 9 dan 19gacha tushlik tanaffusi bilan oldindan qo'ng'iroq qilib qabul soatlarini aniqlashtirish tavsiya etiladi. Oldindan ro'yxatdan o'tish, ba'zi bo'limlarda navbatda turmaslik uchun oldindan telefon orqali yoki veb-sayt orqali ro'yxatdan o'tish imkoniyati mavjud. 3. Qanday hujjatlar kerak bo'ladi agar siz nafaqa jamg'armasiga murojaat qilsangiz? Quyidagi hujjatlarni o'zingiz bilan olib borishingiz tavsiya etiladi. Asl nusxalari va nusxalari: pasport, identifikatsiya kartasi, mehnat daftarchasi yoki elektron mehnat daftarchasidan ko'chirma. Agar mavjud bo'lsa, o'zgarishlarni tasdiqlovchi hujjatlar, masalan, familiya o'zgargan bo'lsa, nikoh guvohnomasi. Ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar agar ilgari taqdim etmagan bo'lsangiz yoki ular hisobga olinmagan deb hisoblasangiz. Eski ish joylaridan olingan ma'lumotnomalar, diplomlar va boshqa ta'lim hujjatlari ba'zi hollarda o'qish davri ham ish stajiga qo'shilishi mumkin. Agar siz nogironlik nafaqasi oluvchi bo'lsangiz, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi (TMK) xulosasi. Bo'g'uvchisini yo'qotganlik nafaqasi uchun esa tegishli guvohnomalar va marhumning hujjatlari. 4 ariza yozish tartibi nafaqa jamg'armasida standart ariza blankasi mavjud bo'ladi. Sizga arizani to'ldirishda yordam berishlari kerak. Arizada sizning murojaatingiz sababini, ya'ni nafaqangizni qayta hisoblashni so'rayotganingizni aniq ko'rsating. Shuningdek, nafaqangizning to'g'ri hisoblanmaganligiga shubha qilayotganingiz sabablarini ham yozishingiz mumkin. Masalan, ish stajimning ma'lum bir davri hisobga olinmagan deb o'ylayman yoki ish haqi ma'lumotlarim noto'g'ri kiritilgan bo'lishi mumkin. Murojaatingizni 2 nusxada tayyorlang va ulardan birida qabul qiluvchi xodimning imzosi va sanasi bilan belgi qo'ydirib oling. Bu keyinchalik sizning murojaatingiz ko'rib chiqilganini tasdiqlovchi dalil bo'ladi. 5. Ishonch telefonlari va onlayn maslahatlar. Agar pensiya jamg'armasiga borishga imkoniyatingiz bo'lmasa yoki dastlabki maslahat olishni istasangiz, nafaqa jamg'armasining ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qiling. Odatda bu raqamlar hududiy bo'limlarning veb-saytlarida ko'rsatiladi. Yagona ishonch telefonlari mavjud bo'lsa, ulardan foydalaning. Masalan, 1008 davlat xizmatlari markazlarining yagona raqami. Telegramdagi rasmiy kanallar yoki messenjerlar orqali ham maslahat olish imkoniyatini izlang. Xulosa va yakuniy chorlov. Aziz do'stlar, umid qilamanki, bu video sizga 1 maydan boshlab nafaqa tizimidagi o'zgarishlar haqida to'liq tasavvur bera oldi. Esingizda bo'lsin, bu o'zgarishlar sizning foydangizga xizmat qilishi mumkin va bu imkoniyatni qo'ldan boy bermaslik kerak. Faol bo'ling. Ma'lumotlaringizni tekshiring, zarur bo'lsa nafaqa jamg'armasiga murojaat qiling. Hech kim sizning huquqlaringizni sizdan yaxshiroq himoya qila olmaydi. Bu video siz uchun foydali bo'lgan bo'lsa, iltimos, izohlarda o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Sizning nafangiz qancha miqdorga oshishi kutilmoqda yoki sizda qandaydir savollar yoki shubhali holatlar bormi? Ularni izohlarda yozing. Biz imkon qadar javob berishga harakat qilamiz. Videoga like bosing va albatta kanalimizga obuna bo'ling. Toki bunday muhim va dolzarb ma'lumotlardan doimo birinchilardan bo'lib xabardor bo'ling. O'zingiz va yaqinlaringizga g'amxo'rlik qiling. Keyingi videolarda ko'rishguncha.